Qizijonlar, ko'pchilik bavini to'g'ri ishlatishni bilmas ekan. Ya'ni bavini olasiz, birinchi o'rinda qaynanangiz uyda bo'lgan paytda ko'proq ishlating buni, chunki voy bavini ishlatib, ko'pirtirib ishlatsangiz hamma yoqda yaltiratib, hammaga maqtab chiqadi. Meni kelinim juda ham chista plotnidir. Bavini olasiz, mana bunaqa uyda o'zi ishlatilgan kuxnyada masalan sochiqlarimiz bo'ladi, mana shu ustiga solasiz. Qaynoq suv qo'yasiz ustidan. Zeta 20 minut qoldirasiz bo'ldi. Hamma kirlarni yuvib tashlaydi. Qo'llarni po'stini to'kmaydi. Juda ham zo'r. Bu bilan ketmaydigan dog'lar ham ketadi, ishoninglar. Mana shunaqa reaksiyaga kirishadi qizlar. Qaynoq suv solganingizda o'zidan ko'pirib ketadi. Hamma yoq oppoq bo'lib, keyin bitta qoshiq olasiz-da, bunaqa aralashtirib olasiz. Bu bilan qoshiq, vilka hamma narsani yuvsangiz bo'ladi. Ayniqsa qizijonlar, qaynanangiz o'tirgan paytda mana ko'pirtirib, hamma ishlarni ko'zini oldida ko'pirtirib bavilarni ishlatib tashlang. Qaynanangiz voy dedi, kelinim rosa chaqqonday deydi. Vot qaranglar, qanaqa ko'pirib ketadi. Mana shunaqa ishlaydi bavi. Ko'pchilik ko'pirmaydi, vot ko'piradi. Qiziq, qaynagan suv solishingiz kerak.